الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun men bu nah maydon orqali sizlar bilan Sura Baqaradagi Sura Baqaraning 5-dagi hammadan biladigan bir oyat bor. "Va mimma razaqnahum yunfiqun." Va mushu oyatning mazmuni kelgan Qur'oni Karimning boshqa yerlarida shu mazmundagi oyatlar haqida tushunchamni o'rtoqlashmoqchi. Oyatda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning sifatini bayon qilib, mu'min qanday kishilar degan vaqtida ularga berilgan rizqlardan chiqim qiladi degan bir mazmunni bayon qiladi. Va boshqa Qur'oni Karimning boshqa oyatlarida buyruq shaklida Alloh sizlarga rizq bergan narsalardan sizlar atrofingizga hajlanglar, chiqim qilinglar degan mazmunda nurg'un oyatlarni tilga olgan. Endi bu yerda men sizlarga demoqchi bo'lgan, ifodalamoqchi bo'lgan muhim halqa, muhim nuqta oyatdagi rizq ifodasi. Arabchadagi rizq ifodasi bizning Uyg'ur tiliga rizq degan so'z shaklida kirgan. Ama bizning tushunchamiz bu so'zga nisbatan Qur'oni Karimdagi shu rizq kalimasi o'z ichiga olgan ma'nodan sal tor shaklda bizda o'zlashib qolgan. Ya'ni biz normalda rizq desa yanchiqqa kirganni yoki goldan o'tganni rizq deb tushunamiz. Shu shaklda o'zaro so'zlarimizda, paranglarimizda shu shaklda qo'llanamiz. Ama Qur'oni Karimninki mushu mu'minlarning sifatida shaklda keltirilgan o'rinlardagi Alloh tarafidan berilgan rizqlarni atrofidagilar bilan o'rtoqlashish haqidagi oyatlar bo'lsin yoki buyruq shaklida kelgan Alloh bergan rizqlarni boshqalar bilan o'rtoqlashinglar, boshqalarga chiqim qilinglar degan oyatdagi rizq iborasi bo'lsin. Buning o'ziga oldigan mazmunini rizq degan so'zning aniqlamasiga asoslanib bermoqchi bo'lgan, aniqlamasiga qarasak, aniqlamasini tushunsak, buni o'ziga oldigan ta'rifini tushuna olamiz. Endi mening kallamga kelgan bu yerdagi rizq degan iboraning o'ziga olgan mazmuni nima desangmi, inson manfaatlanadigan, foydalanadigan bütün imkoniyatlar Allah tarafından insana berilgan rizq ifodasining tahtiga kiradi. İnsanda ko'z var, ko'zdan foydalanadi. Bu insana berilgan rizq. İnsan, yani mu'min bu rizqni boshqalar bilan o'rtoqlashishga buyurilgan. Ya'ni ko'zing sog'lom ko'radi, sen buning orqali millatingga, atrofidagi qarindoshlaringga xizmat qil. İnsanning qo'li, insanның puti, insanның tili, insanның sağlam bedeni, insana berilgan vaqt imkoniyati, insandagi boshqalar bilan bo'lgan aloqa, ijtimoiy aloqa, afzalligi va shuningdek inson topgan iqtisodiy boylik, shularning hammasi insonga berilgan rizq bo'lib, mu'minga berilgan rizq bo'lib, mu'min mushu berilgan imkoniyatlarni boshqalar bilan o'rtoqlashish mu'minning sifati buyurilgan. Mu'min buningga buyurilgan Qur'onda mu'minning bu majburiyati. Sening tiling Alloh tarafidan berilgan sana bir rizq. Sen bu tiling orqali boshqalar, atrofingdagi qarindoshlaring, millating uchun so'zla. Sana güzel ovoz berilgan bo'lsa, bu mu sana berilgan Alloh subhanahu va taoloning bir rizqi. Sen shu güzel ovozing bilan millating uchun xizmat qil. Sog'lom tan, sog'lom badan berildi. Buni sen o'zingning millatining xizmatiga ishlat. Bu mimma razaqnahum yunfiqun degan shu sana berilgan iqtisodiy afzallik, sana berilgan bir rizq hisoblanadi. Sen buni bilan ma'lum darajada
Bunun mecburiyet şekli var ve ihtiyari şekli var. Bunun bilen etrafındakiler bilen ortaklaşış, paylaşış, busuna üstüne düşken mecburiyet. Demek ayetning o'ziga olgan mazmuni biz tushunib bizning gelimizning o'tgani, rizq yanchiqimizga kirgan, yani topgan pullarımızla rizq olmasdan bizdeki bütün imkoniyatlar, yani ishqisog'ligi bo'ladigan, manfaatlangiligi bo'ladigan foydali imkoniyatlarning hammasi rizq. Mu'minlar bu rizqni boshqalar bilan, bu imkoniyatni boshqalar bilan o'rtoqlashishga buyurilgan. O'rtoqlashish mu'minning sifati. Bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan oyatning mazmuni bu. Alloh hammalarga o'zimizdagi imkoniyatni boshqalar bilan o'rtoqlashadigan bir ruh ato qilsin. Bizni o'zining mu'min bandalarining qatoridan qilsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.